Doroba, yadribu. To'g'ri payqadingiz. Bugun sizlar bilan bot harfini o'rganamiz. Bot o'zi qanday harf? Uni o'zbek tilidagi D harfining yo'g'onroq ko'rinishi deb atashimiz mumkin. Unda sirg'aluvchalik xususiyati mavjud va aynan shu xususiyat unga zaiflik ham beradi. Demak, bundan kelib chiqadiki, bot harfi ta'riflangani kabi murakkab harf emas. Arablarni ahlul bot deyishadi. Lekin bunga sabab bu harfning qiyinlik darajasiga bog'liq emas, balki ushbu harf faqatgina arablarga xos bo'lganligi uchun. Demak, harfning hosil bo'lish texnikasini to'g'ri o'zlashtirsak, uning u qadar ham murakkab emasligiga guvoh bo'lamiz. Demak, ketdik. Azizlar, bot harfini hosil qilishimizda quyidagi qismlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ulardan biri bu oziq tishlarimizdir. Oziq tishlarimiz bu chaynovda ishtirok etadigan orqa tishlarimiz hisoblanadi. Biz ularni arab tilida tawahin nomi bilan yuritamiz va uni quyida monitorda ko'rishingiz mumkin. Demak, oziq tishlarimiz quyidagi sariq rangda ifodalangan tishlar. Aynan ular bot harfining hosil qilinishida muhim ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, ko'k rangda biz aql tishlarini ham ko'rsatib o'tganmiz, biroq ularning mavjud emasligi, agar ular mavjud bo'lmasa, harfning mahrojiga sezilarli ta'sirini ko'rsatmaydi. Ikkinchisi esa bu bizning tilimiz. Ya'ni tilimizning hafatul lisan deyiladigan yon qismi hisoblanadi. Quyida siz suratda uni yashil rangda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni hafatul lisanning, ya'ni tilning yon tarafini aynan mana shu yashil rangda belgilangan orqa qismi bizni bot harfini hosil qilishimizda juda ham ahamiyatli. Aynan shu qism bilan biz hozir mashqlarni bajarib ko'ramiz. Demak, suratda biz bot harfining hosil bo'lishini to'liq bir ko'rinishda ko'rsatib berdik. E'tiboringizni qarating. Bot harfi hosil bo'lishi uchun hafatul lisan, ya'ni tilning yon taraflarini aynan orqa qismi yuqorida boya ko'rsatib o'tgan oziq tishlarimizning demak devoriga, ichki tarafiga yengil yoyilib tegishi natijasida hosil bo'layapti. Va shu yerda bir narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Suratga e'tiboringizni qarating. Biz buni tilni yon tarafini aynan tishga tegish qismini tilni oldingi tarafi bilan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ya'ni e'tiborli bo'lishingiz kerakki, aynan tilimizni yon taraflari hafatul lisan qismi tishimizni milk bilan uchrashgan tarafiga qo'yilishi kerak bo'ladi, balki tishning o'ziga emas. Ya'ni demak, tilimizni biz tishimizga shu qadar tekkuncha, ya'ni milkimizga tekkuncha bo'lgan qismgacha ko'tarishimiz kerak bo'lar ekan. Navbatdagi suratga e'tibor bering. Bu yerda bot harfi hosil qilinayotgan paytda og'zimizdagi holat qanday bo'lishi ifodalangan. Sariq qism bilan berilgan joyda aynan bizning tilimizning tishga tegadigan qismi ko'rsatib berilgan. E'tibor qarating. Demak, tilimizning yon taraflari yuqoridagi oziq tishlarning devoriga yoyilib tegyapti. Bu yerda shu narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, e'tibor bersangiz suratda tilning ikki yoni ifodalangan. Biroq bot harfini hosil qilish uchun uning faqat o'ng tarafi, ya'ni hozir suratda ko'rsatganimiz faqat o'ng taraf yoxud faqatgina xuddi shuning chap tarafi, tilning chap tarafi tegish ham mumkin. Bunday uslub bilan hosil qilingan bot harflarini ham xato deya olmaymiz. Biroq afzali ikkita tarafni tekkizish. Lekin agar tilning holati kaltaroq bo'lsa va yonga yoyilishi murakkabroq bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatlarda faqat o'ng taraf yoki faqat chap tarafni o'zini ham tekkizib talaffuz qilishimiz hech qanday xatolikka yo'yilmaydi. Demak, ko'rib turganingizdek, bot harfini hosil qilish uchun biz tilimizning yon taraflarini yuqori oziq tishlarimizning devoriga tekkizishimiz lozim bo'lyapti. Endi tilimizning boshqa qismlari qanaqa holatda bo'lishi kerak desa, agarki siz bot harfini hosil qilayotgan vaqtingizda faqat o'ng tarafingiz yoxud faqat chap tarafingiz bilan hosil qilayotgan bo'lsangiz ham, biroq bir tarafini tekkizsangiz, ikkinchi tarafi ham o'z-o'zidan ko'tariladi. Ya'ni tilning bir tarafi ko'tarilgandan keyin tishlarimizni barobarida ko'tarilgandan keyin ikkinchi qism ham xuddi shunday ko'tariladi. Demak, qanaqa holat yuzaga keldi? Bizni tilimizning ikki yoni ham ko'tarildi. Endi ushbu harfimiz yo'g'on harf ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, tilimizning orqa qismi ham ko'tariladi. Biz oldingi darslarimizda tilning orqa qismi qanday ko'tarilishi, agar tilning orqasi ko'tarilmayotgan bo'lsa, qanday mashqlarni amalga oshirilishi haqida ma'lumot berib o'tgan edik. Demak, tilimizning ikki yoni ko'tarildi va orqa taraf ham ko'tarildi.
Endi navbat tilning uchiga keldi. Barcha joylarda, maxroj tushuntirilgan qismlarda tilning uchi aynan qaysi qismga borilishi haqida turlicha ma'lumotlar berilgan. Aslini olganda, biz ko'rgan ko'rinishlarimizga ko'ra, tilning uchi yuqoridagi sanayi, ya'ni quyon tishlarimizning milkka ulanadigan qismiga tegishi kerak. Biroq alohida ta'kidlab o'tishim kerak bo'lgan qism shundan iboratki, e'tibor berayotgan bo'lsangiz suratga, tilimizni uchi tishlarimizga yaqin emas, balki biroz orqaroqda turibdi. Agar ilojini qilish mumkin bo'lsa, tilni orqaroqda saqlashlik dod harfini osonroq talaffuz qilish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Agar tishimizga olib boradigan bo'lgan taqdirimizda ham iloji boricha uni tishga emas, balki tishni milkka ulangan qismiga, ya'ni quyidagi qismga e'tiboringizni qaratasiz, aynan shu qismga tekkizsangiz bo'ladi. Lekin tishga o'tib ketiladigan bo'lsa, unda dod harfi z ga moyil tarzda aytiladigan eng katta xatolik yuzaga kelishi mumkin. Davom etamiz. Demak, tilimizning ikkita yoni ko'tarildi, orqa qismi va tilimizning uchi ham ko'tarildi. E'tibor bering, bizda ko'tarilmagan qaysi qism qoldi? To'g'ri topdingiz. Bu tilning o'rta qismi. U ko'tarilmay qoldi. Aynan muhim jihat ham shunda. Ya'ni dod harfini hosil qilayotgan paytimizda til ikki yoni, orqasi va uchi ko'tarilgan holda uning o'rtasi cho'kkan holatda bo'ladi. Va aynan mana shu cho'kkan qismda dod harfining talaffuzi yuzaga keladi. Aynan havo, ovoz mana shu joyda dimiqib aylanadi va uning bir qismi orqaga qaytib ketadi. Va buning natijasida dod harfini yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin. Keling, xuddi shu holatda dodning harakatli holatini talaffuz qilib ko'ramiz. Do, bi, bu. E'tibor bering, men talaffuz qilayotgan paytimda juda yengil talaffuz qilyapman. Agar siz uni qattiqroq talaffuz qilsangizchi, masalan, do, bi, bu shaklida talaffuz qiladigan bo'lsangiz, bu yerda siz ikkita d, ya'ni birinchisi sukunli, ikkinchisi harakatli bo'lgan d ni talaffuz qilayotgan kabi bo'lib qolasiz. Demak, biz aytgan qismlarga, ya'ni tilning ikki yonini ko'targan, orqasi va uchini ko'targan holatda yengil talaffuz qilsangiz, bu xatoning oldi olinadi. Demak, talaffuz qilib ko'ramiz. Do, di, du. Endi navbat harfning sukunli, ya'ni harakatsiz holatiga. Ushbu holatda talaffuz qilayotganda ko'pchilik tolibalarda uni qancha miqdorda cho'zib turish kerak va qanday talaffuz qilinishi kerak, bu bobda savollar ko'p. Keling, shu savollarga javob topamiz. Deb talaffuz qilayotganimizda, ya'ni dod harfi sukunli bo'lgan paytda e'tibor bering. Qancha miqdorda dodni og'izda ushlab turish kerak desa, siz diqqatingizni qaratadigan bo'lsangiz, degan harakatni amalga oshirayotgan vaqtingiz yutinishga o'xshagan holat yuzaga kelyapti. Demak, siz xuddi shu yutinish harakatini oxiriga bo'lguniga qadar qo'yib berishingiz kerak. Ya'ni deganingizdan so'ng xuddi biron bir suyuqlikni yutgandek holat yuzaga kelsa, yutib bo'lgandek holat yuzaga kelsa, shu paytda siz dod harfining sukunli holatini talaffuz qilib bo'lgan hisoblanasiz. Agar siz ushbu yutinish harakati oxirigacha amalga oshirilishiga qo'yib bermasdan, balki tilingizni maxrojdan, tilni uchini maxrojdan olib yuborsangiz, unda ald, ild kabi harfning qolqola holati yuzaga keladi. Nega o'zi qolqola qilishi mumkin emas harfni deydigan bo'lsak, agar uni ald, ild deb talaffuz qiladigan bo'lsak, u oddiy d harfi kabi aytilgan bo'lib qoladi. Demak, azizlarim, amaliyotda o'rganganlarimizni sinab ko'ramiz. Men aytaman, siz ham ortimdan qaytaring. Do, di, du, al, il, ud. Darsimiz sizga qanchalik manfaatli bo'lgani haqida izohlarda yozishni unutmang. Keyingi darsimizda ko'rishguncha.